Diqqat xalq tezkor xabar. Ertaga ob-havo qanday bo'lishi aytildi. O'zgidromet ertaga 8-iyul kuni kuzatiladigan ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja, kunduzi 37-39 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyati havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 36-41 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 36-41 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 35-40 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 37-42 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 35-40 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 23-28 daraja bo'ladi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 8-13 kunlari kutilayotgan yomg'irlar sababli respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkinligi xabar berilgan edi. Xitoyda tornado sabab 11 kishi halok bo'ldi. Xitoyning Xubey provinsiyasida yuz bergan ikkita tornado oqibatida 11 kishi halok bo'ldi. Yana bir kishi bedarak yo'qolgan. Qayd etilishicha, tornado kecha 6-iyul kuni kechqurun Xuanshi, Xuangan, Ejou va Sianin shaharlarini qamrab olgan. Tabiiy ofat vaqtida shamol tezligi soatiga 149 km ga yetgan. Kuchli shamol avtomobillarni ag'darib yuborgan, binolarning tomlarini uchirib ketgan hamda infratuzilmalarga jiddiy zarar yetkazgan. Xubey meteorologiya boshqarmasi mutaxassisi Van Siolaning aytishicha, mazkur hududda tornado juda kam uchraydi. Viloyatda so'nggi marta bunday hodisa 2021-yil may oyida qayd etilgan edi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.